Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar. Mana biz Otamakon degan oshxonaga yetib keldik. Moskvadan qaytishyapti, biz esa Moskvaga qarab ketyapmiz. Kimga Moskvadan, Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Primoy O'zbekistondan Moskvaga, Sankt-Peterburgga, Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga murojaat qilinglar, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Podelitsa, like, ayaminglar jigarlar. 24/7 aloqadamiz jigarlar. Choy ichgani to'xtaverasizlar Otamakonga mana. Larguslarimiz mana ko'rib turibsizlar. Bular Moskvaga qarab ketishyapti, bizga o'xshab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.